Turkiyaga ishlashga ketayotgan va Turkiyada yurganlar diqqatiga. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, ayrim ijtimoiy tarmoqlarda endi Turkiyada o'zbekistonliklar deportatsiya qilinmasligi haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi va gap qonuniy asoslar va aniq tartiblar doirasida legallashtirish imkoniyati haqida ketmoqda. Ma'lum qilinishicha, noqonuniy maqomda yurish va qoidabuzarliklar uchun javobgarlik amalda qoladi. Tushuntirilishicha, mehnat faoliyatini olib borayotgan noqonuniy maqomdagi o'zbekistonliklarga tegishli tartibda Turkiyaning migratsiya organlari yoki migratsiya agentligining Turkiyadagi vakolatxonasiga murojaat qilsa, ularning maqomlarini deportatsiya qilmasdan turib legallashtirib beriladi. Bu degani, nolegal maqomda ishlab yurib, keyinchalik O'zbekistonga qaytayotganda deportatsiya qilinmasdan mamlakatdan chiqarilasiz degani emas. Ma'lumot uchun, migratsiya agentligining Istanbuldagi vakolatxonasi manzili va telefon raqami. Marhamat.